PUBG Mobile S1 Zava haqida dahshatli haqiqat. Uni aytishimdan oldin bizga obuna bo'ling va shu videoga like tugmasini bosing. S1 Zavani aslida birinchi kim olgan edi? Tanishing, bu tailandlik. Ismi Han Niki de 2E. Tug'ilgan yili 1995-yil 31-oktyabrda. Uning yutuqlari PUBG Mobile Star Challenge 2018-yil 1-o'rin bilan, 2019-yil esa yana 1-o'rin bilan, PUBG Mobile Club Open Championship 2019-yil 1-o'rin bilan yakunlagan. Hamma uni S1 ramkani turnirda yutgani uchun berilgan deb hisoblaydi. Eslab qoling, birinchi rasmiy mukofoti, ya'ni PUBG Mobile Star Challenge 2018-yil 29-noyabrda boshlangan. Eslab qoling, undan oldin hech qanday sovrin yutmagan. Endi esa bu uning YouTube kanalidagi videolar. Bu yerda u o'zining o'yin uslubi va harakatlarini joylab borgan. Bu video esa 2018-yil 16-oktyabrda joylangan. Shunchaki e'tibor bering.